Hurmatli obunachilar, bugun mana biz hozir Motorxona akamiz xonadonlaridamiz, ya'ni ofisdamiz. Xan media tasvirlovchi studiyasining rahbari xonadonidamiz. Bugun qadrdonlar yig'ildik. Yig'ilishimiz sababini birozdan keyin aytaman. Hozir biz o'ta antikvar kutilmagan bir o'zgacha bir maza, o'zgacha bir ta'mga ega bo'lgan ovqatni Botirxon akam o'zlari shaxsan qilib beradilar. Ovqat qanaqaligini va bugungi o'tirishimiz munosabatini birozdan so'ng o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Kuzatishda davom etinglar, aslida like, kommentni banglatib qo'yasizlar. Birozdan so'ng yana qaytamiz. Hozircha sog' bo'linglar. Xo'p, hammaga xayrli kech. Azizlar, boya yuqorida aytib o'tgan aynan bugungi o'tirishimiz sababi yaqinda yangilik olyapmiz. Shu munosabat bilan shuni maslahatini qilish uchun qadrdonlar yig'ildik. Bugun mana Farhod akam bilan Akbar akam, Dilshod akam, Botirxon akam o'zlari kadr o'rtasidalar. Bugun ovqatni Botirxon akam qo'llaridan yana yeyapmiz. Bu o'zgacha bir ta'miga endi baho beramiz. Kelinglar, birgalikda mazza qilib mana shu dasturxon ustida o'tiramiz. Biz hozir Xan media ofisidamiz. Ofis atmosferasiga ham gap bo'lishi mumkin emas va ovqatimizni ko'rinishiga ham, hattoki laganni chiroyliligini qaranglar. Bu juda ham bir ta'riflab bo'lmaydigan darajada. Hammaga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Barcha yangiliklarimiz sizlar uchun yangi kliplarimiz bilan xudo xolasa tez orada sizlar bilan ko'rishamiz degan umidamiz. Murodjon Marifjon kanalini kuzatishda davom etinglar. Hammaga ham omad, sog' bo'linglar.